مرحبا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا مرحبا يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم Ramazanni kutib olishimiz. Shubhasizki, inson bir ishni qilganda yoki biror joyga ziyoratga borganda va yoki biror kishi bilan ko'rishganda u bu damning qaytib kelmaydiganligini idrok etsa, buningdan tug'ilgan hissiyot shu chog'dagi takrori yo'q fursatni g'animat bilishning intayin zarurligidan iborat yana bir xil tuyg'uni borliqqa keltiradi. Shunglashqa sahobalar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den qalblar titrab, kirpiklar namlanadigan birer tabliğni anglag'ini da uni bütün jihatlari bilan cho'nqur his qilishatdi va ular bu tabliğ ba'ayni bir vidolashquchining nasihatidek bo'ldi. Bizga vasiyat qilg'aylar deyishatdi. Ular ba'ayni vidolashayotgandek tuyg'uga kelishganda buni g'animat bilishib qayta takrorlanmaydigan bir vasiyatga taqozo bo'lishatdi. Payg'ambar alayhissalom vidolashish hajida o'zining dunyoda ummati bilan yana bir qatim jam bo'la olmaydiganligini his qilib, nasihatlarini yig'inchoqlab mundoq degan edi. Balkim bundan keyin sizlar bilan qayta uchrasha olmasligim mumkin. Bu shuni ko'rsatadiki, vidolashishning haqiqiy ma'nosini his qilish kishiga odatdagi ahvolda tepilmaydigan bir xil his tuyg'u ato qiladi. Darvaqa Rasulullohning bir sahobiga namozga tursang, namozingni xuddi vidolashquchining namozidek ado qilgin degan nasihatining siri dal mushudir. Kelinglar, tasavvur qilib boqayli. Aytaylik, ixlosmand bir kishi shu topda namoz o'qimoqda. Agar u mushu namozi bilan dunyodan xo'shlashadiganligini bilsa, mazkur namozning xushulari, chin ixloslari, tamomlanishi va rostchil duolari qandoq bo'lar? Haqiqatan Payg'ambar alayhissalom hadislarida bizga ibodatning odatga aylanib qilish xavfidan qandoq qutula oladiganligimizni ko'rsatib qo'ygan. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Undaqda biz her daim vidalashish girvigi turuqluq nima uchun barliq ibodatlarimizda vidalashish ruhini hozirlay olmaymiz? Ana, Ramazon bizga mehmon bo'lib kelmoqda. Biz uni hurmatlasak, u mu bizni hurmatlaydi. Bizga xilma-xil barakat va yaxshiliklarni sexiylarcha taqdim etadi. U mehmon, shundaqla sohibxon. Balkim bizdan biror kishining uning ziyofatiga qatnashishi oxirgi qitimligi bo'lib qolishi mumkin. Yoki qisqig'ini bu hayotda bu mehmon bizdan boshqa kishilarning mehmondorchiligiga qatnashishi mumkin. Qani amsa mehmonimizni kutib olayli. Uning saxiyligiga yuzlanayli. Ramazonni g'animat bilib, judolik xo'shlashidek kutib olish, uni xushal-xuram kutib olishga zid kelmaydi. Payg'ambar alayhissalom ashablariga Ramazan bilan xushbisharat beretdi. Uning har daqiqasidagi barakat va rahmatlariga qiziqtirib shundoq deydi. Ramazan oyi sizlarga yetib keldi. Bu muborak oydir. Alloh sizlarga uning ro'zasini farz qildi. Uningda jannat eshiklari ochiladi, do'zax eshiklari taqiladi. Shaytonlar bog'lanadi. Uningda 1000 oydan yaxshi bo'lgan bir kecha bor. Kimki uning yaxshiligidan mahrum qalsa, haqiqiy mahrum qalgan bo'ladi. Cho'nqur ma'nolarga to'lgan bu so'zlarni qayta o'ylanib baqing. Mushundaq sifatga ega saxiy bir oy sizga yaqinlab kelsa, bu oy kelar yil yana keladi deb xam xayol qilib, bu Ramazonni g'animat bilmasangiz, u oyda vidolashquchining ibodatidek ixlos bilan ibodat qilmasangiz, siz mahrum bo'lmay, kim mahrum bo'lsin? O'tgan salaf solihlarimiz bu oyni ishtiyoq bilan kutishatdi. Kunduz ro'zasini va kecha amallarini umid qilib,
kun tunlarini taat ibodat bilan o'tkazatdi. Shu jumladan Yahya ibn Abi Kasir rahimahulloh duo qilib: "Ey Alloh, bizni Ramazonga salomat yetkazgin. Ramazonni bizga tinch amon qilib bergin. Amallarimizni qabul bo'lgan holda Ramazonni oxirlashtirgin" degan ekan. Ular Mualla ibn al-Fazl misoli Ramazondan ilgirki 6 oyda Alloh taoladan o'zlarini Ramazonga salomat yetkazishni tilasa, keyingi 6 oyda Ramazondagi amal ibodatlarini qabul qilishni so'rab duo qilishadi. Bu oyni kutib olish va obdan o'tkazish uchun qilingan mana mushundaq samimiy tayyorliklar Allohning bu oyni ulug'lash to'g'risidagi so'zlarini biladigan, Payg'ambar alayhissalomning bu oy to'g'risidagi sunnatlarini tushunadigan tirik bir qalbning namoyandasidir. Imom Ibn Rajab mundaq deydi: Ramazon oyiga o'lishish Alloh bekitgan kishilarga nisb bo'ladigan katta ne'matdir. Uning dalili tavanniki hadisdir. 3 kishi bo'lib, ularning ikkisi shahid bo'lib ketadi. Uchinchisi u ikkisidan keyin o'z uyida vafot bo'ladi. Boshqa bir kishi tushida bu kishining heliqi 2 shahidning oldiga o'tib ketganligini ko'radi. Bu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'ralganda Payg'ambar alayhissalom tushuntirib shundaq deydi: U kishi 2 yildan keyin nurg'un namozlarni o'qimadimi? Ramazonga o'lishib ro'za tutmadimi? Jenim ilkida bo'lgan zot Alloh taolo bilan qasamki, ularning orasida xuddi osmon bilan zaminning oraliqidimi cho'ngroq farq bordir. Bandalarning ikinzari Ramazon keldi. Fasatlardan qalblarini paklamoq ishi, haqlarini qilg'il ado so'z va amalda, qiyomatga olg'il uzuq qib amallarini. Sug'armasa magar kimki chechib uruqni, ah urg'aydur nadomatdan har usul kuni. Qadrli qarindishim, qani keling, biz birlikda xuddi yana bir Ramazonga yetolmaydigandek his tuyg'uda ro'za tutishni tetib baqayli. Ehtimal qimmatli kunlarimizni behuda isrof qilayotgan parch-parat ishlarni, ilohiy ne'matimiz bo'lgan iymonimizni kun sayin ojizlashtirayotgan quruq xomxayollarni tashlay olishimiz mumkin. Bu muborak oyga texmi ko'p ahamiyat berib, ba'ayni adoqqa ro'zimizni tutayotgandek o'tkazishga tirishayli. Qani amsa tutgan ro'zimizning bizni odat kayfiyatidan ibodat ruhiga erishtirishi uchun birlikda tafakkur dengiziga o'zimizni atayli. Har yili ro'za tutamiz. Ko'pinchimizning g'ami farzni ado qilib, qarzni tugutish. Bu yilqi g'amimiz ilgirki gunohlarimizning. Bu albatta ko'pdir. Ilgirki gunohlarimizning kechirilishi uchun hadisda kelgan ro'zaning haqiqiy ma'nosini iymon aytgan va savob umid qilgan holda haqiqiy ravishda amaliylashtirish bo'lsin. Har yili Qur'onni bir qancha qatim tamomlashga ahamiyat beratdik. Bu yil biror qatim bo'lsa-mu, uni tafakkur qilib, ma'nolarini o'ylanish bilan, o'qishdan ilgari uningdagi belgilamlarga amal qilish niyati bilan tamomlab baqayli. Her yili bu ayning boshlarida jamoatni qo'ldan bermaslikka eris edik. Bu yil bütün bir ay bo'yicha jamoat namozining tunji takbiriga ulgurishga erisman bo'layli. Her yili o'tkinchi dunyoning lazzatlari bilan o'z nafsimiz va oila a'zolarimizning qalb rohatini oshirish orqali mahi Ramazonni alohida qilib kelgan edik. Bu yil qalb huzurimiz o'qiladigan kitob, anglanadigan vaz-nasihat va yoki foydali uchrashishlar bilan qo'lga keltiriladigan qimmatli ruhiy g'izo bilan texmi kengaysin. Har yili oilamizga mushu shaklda xushallik bag'ishlab kelgan bo'lsak, bu yil doirani texmi kengaytib, ruhiy kasalliklar yoki yili mikirning ashaddiy zanjir kishallari, moddiy va ma'naviy to'salg'ular asir elib olgan boshqa oilalarga mo xushallik bag'ishlayli. Her yili boshqa muhtojlarga yordam qilib sadiq qilayotgan bo'lsak, bu yil xatolik patqiqidan qutulishga ehtiyojli
o'z nafsimizga yordam berishni asosiy maqsadlarimizdan biri qilayli. Bu bo'lsa, har bir xatolik va gunohlarning kechirilishi uchun ixlos bilan sadiq qilish orqali amaliylashidir. Fazilati katta bo'lg'achqa Ramazonda hajga intilgan holda umr qilishga qiziqamiz. Bu yil Alloh izn bersa, umri ibodatimizni kelgusi hayotimizga atayli. Balkim ashu bir tavofimiz Allohning uyi bilan oxirgi qatim ko'rishimiz bo'lib qolishi mumkin. Biz o'zimiz uchun manfaatli amallarni qilishga erishman edik. Bu manfaat bu yil nasihat qilish va kitob sovg'a qilish orqali har tarafga umumlashsin. Balkim shu ishlarimiz bilan biz yaxshilikqa boshlab qo'ygan kishilarning savobi bizga mi berilishi mumkin. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda mundaq degan: yaxshilikqa boshlab qo'yg'uchi shu yaxshilikni qilgan kishiga o'xshashdir. O'zingiz va oilangizning insof tavfiqi uchun duo qilib kelayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu yilqi muborak Ramazon oyida bundaq bexillikni tashlang. Chunki bu yerda sizning shu duoyingizga ehtiyojli millionlagan musulmon va muslima qarindoshlaringiz bor. Siz ularga duo qilganingizda farishtalarmi sizga "Sanama o'qishi bo'lsin" deb duo qilib turadi. Sexiylik Ramazonda maqtashga loyiqdir. Siz azdur ko'ptir yaxshiligingiz bilan shuningga loyiq edingiz. Bu yilqi sexiyligingiz sizga yomonlik qilgan kishiga yaxshilik qilishingiz bilan, sizdan sizlar rahimni uzgan kishiga sizlar rahimingiz bilan, sizga kelishdan qochgan kishiga sizning berishingiz bilan yillardagidan farqlansin. Boshqalar bilan hafillashishdan saqlanib, o'zimizdan hisob olaylik. Balkim ushtumtut o'lim kelib, tuproq qo'yniga kirib ketishimiz va o'z nafsimizdan hisob olishga ulgurmay turib, hisobga tortilib qolishimiz mumkin. Ro'zdarlarga iftor berish orqali Allohga yaqinlashishni yaxshi ko'ramiz. Bu ibodatni boshqalarning maqtashini umid qilishdan yoki minnat malomatlardan yiroq qilaylik. Chunki riyokorlik bilan yaxshilik qilguvchi har qancha bersimi ololmaydi. Sarf qilsimi natijasini ko'rolmaydi. Ya'ni savobga erisholmaydi. Balki riyosi u kishiga azob olib keladi. Ramazonning hurmati qadr kechasida aslab oshadi. Siz o'tgan yillardagi qadr kechalarini qo'ldan berib qo'yganligingizni o'ylab baqdingizmi? Bu qatim fursatni g'animat biling. Balkim bundan keyin bundaq fursatga erisha olmasligingiz mumkin. Ey Alloh, Ramazonda bizga barakat bergin. Ramazon uchun qilingan go'zal tayyorliklarimizni qabul qilgin. Ramazonning kunduz ro'zasi va kecha ibodatlarida yordam bergin. Bizni taqvodorlardan, jahannam azobidan xalos bo'lgan xolis kishilarning qatoridan qilgin. Amin.